Respublikamizda tadbirkorlikka berilgan va berilayotgan e'tibor bois soha vakillari uchun imkoniyat ko'lami ham kengaymoqda. Tadbirkorlarimiz bugun berilayotgan e'tibor bois hudud obodligiga ham o'zlarining salmoqli hissalarini qo'shishayotir. Tumanimizdagi Suv gidroqurilish mas'uliyati cheklangan jamiyati ham mana shunday yirik korxonalardandir. Mazkur korxona xodimlari tomonidan tuman miqyosida keng ko'lamli obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi va bu ishlar bugun ham o'zining mantiqiy davomini topmoqda. Qayroq nasos stansiyasining qurilishi tumanimizdagi yirik qurilishlardan hisoblanadi va ushbu inshoot ham aynan ushbu korxona xodimlari tomonidan bunyod etildi. Izlagan imkon topar degan gap bor xalqimizda. Korxona rahbari Haliljon Umarov boshchiligida bugun imkoniyatlardan samarali foydalangan holda tadbirkorlik ham mazkur korxonada keng rivojlanmoqda. Bankdan olingan 10% 2 milliard 700 million so'm miqdoridagi imtiyozli kredit tufayli mas'uliyati cheklangan jamiyat negizida yangi qurilish mahsulotlari ishlab chiqarish korxonasi barpo etildi. Korxonada ayni kunda turli hajm va uzunlikdagi temir beton tayanchlar, shlakablok ishlab chiqarilmoqda. Korxonada buyurtma asosida turli qurilish mahsulotlari ham ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yilgan. Bir oyda mazkur korxonada 120 da temir beton tayanchlar, 20 ming dona shlakablok farmoyishiga qarab 30 donagacha suv quduqlari va boshqa betonli mahsulotlar ishlab chiqariladi. Korxonada 10 nafar yoshlar doimiy ish joyi bilan ta'minlangan.